Assalamu alaykum, Yakubov House obunaçıları, əziz mijozlarımız. 9-nın axırındamız. Taza Aşxabadski. Şu yerdə 2 qavatlı hovluca çıxdı asla görüb çıxamız birgalikdə. Fasadların əhəmiyyət bərində zamanəvi tipdə remont qılınğan. Əlində shuningdek mashin qoyadigan bir huduti bor. 4,5 metr chiqadi primin. Hozir birgalikda ichanni görüb chiqamiz. Yana giraverishimizda shunday katta bir dolam kutib oladi bizani. Xo'p, beramiz. Prixожий zona görüp o'tamiz. Yaqinda videorolikni oxirigacha kuzatinglar. Narxini oxirinda aytib o'taman. Chunki narxi dim shokolad narxda tayyor, to'g'ri kelib yashaydigan hovli-joy. Eni 8 metr pishgan karush, xom karush aralash ekan. Remontga oddiy lekin ahamiyat beribdilar. Eshiklar ham zo'rlardan qo'yilgan. Bu yerimiz zal. Chiroyli bir didli perdelarni qo'yganlar. Bu taraf TV zona, lyustralar, g'olalar, hamma narsasi cho'tki-cho'tkisidan qo'yilgan. Bu yerda ikkinchi qavatga chiqadigan zinamiz. Proyekt zo'r tushgan lekin bu yerda birinchi qavatdagi sanuzelimiz. Bu yerda kim mashinalar ham sig'adi. To'shilar tashlab ketilinga. Bu yerimiz oshxona. Ayollar zonasida xolodilnik ham mesda qo'yib ketibdilar. Potolok esa mebel. Lyustralarga bir ahamiyat beramiz. Yaqinda oyna qarang oyna. Panoramli bo'ladi. Bir narsani ko'rsatib o'tayim. Bog' tarafi inasi joyning shu mushi boku o'shadan keladi ekan. Bir 3 metr hudud qoladi ekan bu yerda. Bellar ham ajoyib g'ollarni tashlab qo'ydilar. Bu yerimizda spalni. Remontda lekin gap yo'q lekin haqiqatdan dush yo'q. Detal hamma narsa ahamiyat berilgan. Eshiklar ham yaxshisi, g'ollar ham yaxshisi. Ikkinchi tarzda ko'ramiz. Zina quyma, taxtdan uzamas. İkinci tarzda chiqqanimizda shunday koridor bo'ladi bir. Birinchidan ko'rib ketamiz. Bu yer ikkinchi tarzdagi sanuzel. Yaqinda hamma aytaman shu ikki tarz uylarda ikkinchi tarzdan sanuzel qo'yish обязательно. Chunki ikkinchi tarzdan xonalar bor. Birinchi tarz tushib bilmaysizlar. Ko'p proyektlarda shuni qo'ymaydilar. Ikkinchi tarzda xonalar katta bo'lsin deb buni qo'yish обязательно. Birinchidan ko'rib ketamiz. Birinchi spalnimiz bu. Bu esa boshqacharoq tipda уже stili remontni. TV zona uchun hamma narsa ahamiyat berib tashlab ketilgan, rozetkalar, pardalar. Xullas молодец. Bu tarafda ikkinchi spalni. Bu zal. İkinci tarzda o'zbekchilikda bilasizlar, murskoy-jenskiy zal degan narsa bo'ladi. Ayollar, erkaklar din o'tiradi, uylaringizda bezim bo'lgan vaqtida katta lustra qo'yilgan beraminglar chiroyli. G'ollam lekin cho'tkisidan tanlabdilar lekin. Parda ahamiyat beringlar. Bu yer ota-onalar spalnisi. Buni o'zini yarasha plyuslari bu ota-onalarda turganim sababi spalni garnitur hamma jihozlar bilan sig'sa, bu tarafda TV zonasi bu yerda yana o'zining katta balkoni bor. Spalning o'zidan chiqiladi u. O'zini yuvinish xonasi ham ega. Spalning o'zida. Уже 3-chi sanuzel bu. Yaqinda inachi hovli joyimiz sotiladi. Qaranglar, 160 metr kvadrat, 100% tayyor.
Pishgan xom g'isht aralash. 9 oxirindamiz. Narxini qaranglar. Primoy egada egan nomer bo'ladi pastda. $75,000 so'rab turibdi ega. Bemalol o'zidan chiqib savdolashaverasizlar. Lekin bir narsani aytib o'ting. Men Primoy egadan reklama qo'ygan vaqtimda men hujjatlarni tekshirmayman. O'zingiz hujjatlarni ko'rib, tekshirib, savdolashib, xarid qilaverasizlar. Agarda qandaydir bir so'raydigan narsalaringiz bo'lsa, hujjat bo'yicha ofisimizni bilasizlar. Bemalol sizlarning xizmatingizdamiz. Shu joy yaqqan bo'lsa, bir like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiring.